أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa İmamul A'zam Abu Hanife Nu'man ibn Sabit radıyallahu teala anhu ve ardah yazgan qimmatli asar Fiqhul Akbar namliq bu aqida kitabımızın nassi tekstini o'qish bilan birga bu asarniki qimmatlik bu qimmatlik asarning sharhisi imom Mag'nisaviy rahimahulloh yozgan Sharhu Fiqhul Akbar nomli kitobni buni o'qiymiz. Biz bugun kelgan darsimiz bo'lsa val imanu huval iqroru vat tasdiq degan, ya'ni imaniyat babi keldik. Ya'ni aqida bilimidagi imaniyat, yani iymanga aloqador masalalar. Biz bu iymon degan hamda shu ilohiyat bobiga tava bo'ladi. Nimishqa iymon degan nima desa, ya'ni iymon degan al imanu billah va malaikatihi va kutubihi va rusulihi degan hadisning beshidagi al iymon bo'lganma, demak bu ilohiyatga aloqador bo'ladi, oid bo'ladi. Endi bu shu iymon degan, ya'ni Allohga iymon etish, Allohning rasuliga iymon etish, payg'ambarlarga, kitoblarga iymon etish, oxirat kuniga iymon etish, farishtalarga iymon etish, qazo va qadarni yaxshi yomonlik Alloh taolo tarafidan iymon etish degan qandoq bo'ladi? Buni qanday aytadi bu iymonni desa, ya'ni val imanu huval iqror va tasdiq. Ya'ni bu iymonni nima qiladi? La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb guvohlik beradi tilida va shu tilida bergan guvohlikqa dilida chin qalbidan ishonadi. Dilida chin qalbidan ishonadi. Mana bu shu iymon deb ataladi. Xo'sh, endi bu andaganda bu iymon iqror deganda iymonning ikki ruknisi bor degan bo'ldi. Iymonning ikki ruknisi bor. Ruknun la yahtamilu suqut va ruknun zaidun yahtamilu suqut inda ikra. Iymonning ikki ruknisi bor. Bu ikki ruknning biri abadan saqit bo'lishni ehtimoli yo'q bo'lgan rukun bu bo'lsa at-tasdiq, tasdiqun bil qalb. İkinci ruknusu boshqasi va iqrorun bil lisan, bu rukun zaidun yahtamilu suqut inda ikra. Agar qattiq majburlanib qiyin qisqa qilingan chog'da agar kufrni so'zlab solsa, qalbi iymon bilan mutmain bo'lsa, Alloh taolo uning gunohini kechiradigan bunday darajadagi rukun endi. Ya'ni demak iymonning ikki ruknisi bor degan gap. Iymonning ikki ruknisi bor. Biri iqror tasdiqun bil qalb, ikincisi iqrorun bil lisan. Xo'sh, endi İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah dedi ki ve imanu ehli semai vel ard la yazidu ve la yanqusu min cihatil mu'meni bihi. Asman zemin ehlinin imanı mu'men bih cihatten ziyade bulmaydı. Mu'men bih cihatten. Bizde iman ba iman etiş. Mu'min ba mu'min diğer iman etkuçi. Mu'men bihi çoğu dese, yani iman etiliş tegişik olan şey ile. Yani biz Allah'a iman etişimiz gerek. Allah'ın kitaplarına iman etişimiz gerek. Farishtalarga iman etişimiz gerek. Peygamberlerge iman etişimiz gerek. Ahiret gününe iman etişimiz gerek. Ve qazo va qadarni yaxshi yomonligi Alloh taolo tarafidan ekanligiga iman etishimiz kerakmi? 6 dan iman va arkanul iman. Shu 6 arkanul imonga iman etish jihatda osmon zaminning ahlining iymoni nima ziyoda past bo'lmaydi. Ya'ni osmon ahli shu 6 imonga iman etish kerak. Zamin ahli shu 6 imonga iman etish kerak. Ammo shularning birisi 5 imonga iman etsa, 4 imonga iman etsa bo'lib qoladi. Bu nima bo'lmaydi? Bu mu'min bo'lmaydi. Bu mu'min olmaydi. 6 imonga hammasiga iman etish kerak. Bir odam payg'ambar sallallohu iman etib, Alloh taologa iman etib, payg'ambar sallallohu iman etmasa kofir. Bir odam hamma payg'ambarlarga iman etib, payg'ambar sallallohu iman etmasa yine kofir. Bir odam payg'ambar alayhisalom iman etib, boshqa payg'ambarlarga iman etmasa yine kofir. Demak, shu hammasiga iman etish kerak. Shu rukun arkan imonga hammasiga iman etgan vaqtida ondan mu'min bo'ladi. Shu jihatdan mu'min bekani bu 6 ga iman etish jihati hamma musulmon o'xshash. Hatta osmondagi farishtalar ham shu 6 ga iman etish kerak. Yerdagi bandalar ham shu 6 ga iman etish kerak. Ma jihatda baribir. Bularniki 7 ga ziyoda bo'lmaydigini 7 ga chiqib qolmaydi aytgan iymoni, kam bo'lmaydigini 5 ga chiqib qolmaydi degan gap. Mana bunda tushunish kerak.
Ve yazidu ve yankusu min cihatil yakini ve tasdik. Ama iman yakin degan cezmiyet ve tasdik degan tasdiqlash ishonish jihatdan ziyodi kam bo'ladi. Bir odamning tasdiqi masalan cezmiyeti 100% bo'lishi mumkin. Bir odamning 90% bo'lishi mumkin. Bir odamniki qalbidagi iymon tasdiq yaqin bo'lmay zon bo'lishi mumkin. 100% tushib ketgan zon bo'lishi mumkin. Ba'zining qalbidagi iymon shak bo'lishi mumkin. Shak bo'lgan hamon bu iymon bo'lmaydi. Shak bo'ldimi iymon bo'lmaydi. 50% tushib qolsa bu chog'da buni iymon demaymiz. Ammo 50% yuqori 100% bo'lgan oyliqlarda jazmiyatlar o'xshamasligi mumkin. Bir odam shunchalik qiyin qistoqqa ilinib bo'lguncha iymondan yana foydalanib deb ya'ni kofirlarni keyin kifib ketishi mumkin. Shuncha bir qiyin xafalik musibat kelib bo'lguncha iymonni yenishi mumkin. Buning iymoni qalbida o'rin olmagan kishilar bo'lishi mumkin. Endi ma'diki fiqh faniki mush narsadan chiqadigan hukm ma'lum demayadiki. Ammo boshqa kitoblarda shun deganda mush masalani ma'diki min jihatil mu'min bihi degan mavqavil yo'q. Mavqavil ba'zi fiqh faniki nassida masalan imom Mulla Ali Qari yozgan nusxasida yo'q. Mu'min bihi degan mavqavil. U chaqda ben tushundigan qanday tushundirdi iymon ziyoda bo'lmaydi kam bo'lmaydi degan gap ya'ni jazmiyat bu yerda yaqin jihatdan agar bir odam 100% ishonsa mo'min bo'ladi 100% tushib ketsa mo'min bo'lmaydi deb tushundirdi uning kenidan iymon ziyoda bo'lmaydi kam bo'lmaydi anda hadis ahli iymon ziyoda bo'ladi kam bo'ladi degan Qur'onning oyatida desa bu degan ma'nosi ya'ni aslul iymon iymonning asli ziyoda bo'lmaydi kam bo'lmaydi lekin iymonniki shaxschilar ya'ni shu'abul iymon amal ibodatlarning ziyoda bo'lishi bilan ziyoda bo'ladi iymonning nurlari anvarul iymon ashraqul iymon kamolul iymon bo'lsa amal ibodat bilan ziyoda bo'lib gunoh masiyat bilan kamaydi hattoki bas aslul iymon ham qilib qoladi deb bunda tushundiganlar ham bor lekin Mag'nisaviy rahimahulloh intayin yaxshi tushuntirdi bu yerda buni ya'ni agar shu mu'min bihi degan shu qavl bishati bo'lsa imomning qavli bu yerda nima degan bo'ladi osmon zamin ahlining iymoni ya'ni shu arkonul iymon bo'lgan 6 iymon 6 iymonga iymon etish jihati bari o'xshash hammasi 6 iymonga o'tadi 7 iymon emas 5 iymon emas demakchi ammo jazmiyat jihatda ba'ziniki yaqin qalbidagi iymon yaqin bo'ladi ilmal yaqin bilan ba'ziniki iymoni zon bo'lib qoladi ammo shak darajasiga tushsa iymon emas lekin shakda yuqori iymoni ojiza qutqarish va ziyoda qutqarish va bu Alloh taolaniki buni ato qilgan iltifot bilan bo'ladi deydi. Hocam vel mu'minuna mustavuna fil imani ve tevhidi mutafadiluna fil a'mal. Mu'minlar iman ve tevhidde beraberdir. Mu'minlar iman ve tevhidde beraber yani mu'min bir cihetten. Bu beşteki hemmisi bu mu'min bir diyen gap hemmisi bu gap kestikinde mu'min bir birlik geldi. Yani iman etiş ve Allah Teala'nın bir biliş tevhid cihette mu'min bir cihetten yani iman etişe tegishli bo'lgan şeyler hemmisi iman etişte ve Allah Teala'nın şirkten paklaşta hemme mu'min Müslüman beraber. Yani Allah Teala'nın şirkten paklaşta hemme Müslüman beraber. Eğer bir adam Allah Teala'nın şirkten şunda paklama şirk atıp kafir. Bunun da ispat yok. Mutafadilun fil a'mal ama amel cihette mutafadilun. İgizpas o'xshamaydigan bo'ldi. Ba'zi amalni ko'p qilishdan iymoni komil mukammal bo'ladi, ba'zi amalni oz qilishdan iymoni noqis bo'ladi. Vel islam islom degan nima? Islom degan nima desa, vel islom degan huwa taslimu vel inqiyadu li awamirillohi taala. Islom deganimiz yani Alloh taolaning amr farmonlariga taslim bo'lish va bo'ysunish. Famin tariqil lugati lugat yo'li bilan farqun baynal yana bir vaqti fi tariqil lugati famin tariqil lugati fi tariqil lugati deb shu fi tariqil lugati bo'lsa pek to'g'ri bo'ladi. Fi tariqil lugati farqun baynal iymon va islom. İman İslam arasında ama lügat yo'li bilan farq bor. Lügat jihatdan farq bor. Chunki iymon degan qalb bilan tasdiqlash degan bu tasdiq degan bo'ladi. İslam degan taslim bo'lish, bo'ysunish degan bo'ladi. Andag'andagi lug'at jihatdan farq bor. Ammo valakin
istilah cihetten velakin la yekunu imanun bila İslam. İslamsız iman bulunmaydı ve la yücedu İslamın bila iman. İmansız İslam bulunmaydı. İstilah cihette ikisindeki nimede mefhumu başka lakin harici taşqırda başka bir narsa emas. Taşqı ko'rinishda ikkisi bir narsa. Lekin mefhum jihati ikkisi mefhum başka bo'lgan bilan. Va yana birga iymon bilan islom orasida al-umum val xusus mutlaq bor. İslam degan nima? Am. İman degan xos. İmanning o'rni qalbda bo'ladi. İman faqat qalb amalini o'chiga olgan. Tilda ifodalanadi. Til qalbning tarjimoni bo'ladi. Ammo islomchi deganda islom qalbdami bo'ladi va tildami bo'ladi va a'zodami bo'ladi. Demak islom nimada? İslam sal umumroq, bunda farqi bor. Ve huma kezzahri ma'al batın. Bu ikisi iman bilan islom dumbi bilan qo'rsaqqa o'xshaydi. Ve din degan ismun vaqi'un alal imani vel islami ve şer'i kulli. Din degan nima desa, din degan iman, islom va hamma shariatlarga tushgan bir ismdir. Din degan nima degani Payg'ambar alayhisalom Jibril alayhisalom hadisida Payg'ambar alayhisalom oxirida so'raydi. Bu kelgan kishining kimligini bilamsizlar deganda Allohning rasuli olim deb so'raganda sahobalar Payg'ambar alayhisalom va Jibrilu atakum yuallimukum dinakum yoki liyuallimakum dinukum. Ya'ni u Jibril sizlarga dininglarni o'rgatib qo'yishni keldi dedi. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom islom, iymon, ihson deganni nima deb atadi? Din deb atadi. Ya'ni islom, iymon, ihson birlashib din degan bir ma'noni ifodalaydi degan gap. Na'rifulloh taala, biz Alloh taoloni haqiqiy ravishda tunishimiz kerak degan gap. Kama vasafallohu nafsahu fi kitabihi bi jami'i sifati. Shundoq Alloh taolo o'zining kitobida sifatliginidek tunishimiz kerak. Tunuymiz Alloh taolaning hamma sifatlari bilan. Ya'ni biz Alloh taolaning hamma sifatlari bilan tunuymiz. Alloh taolo qaysi sifat bilan o'zini sifatlagan bo'lsa, shu sifatni iqror qilamiz, isbot qilamiz. Hargiz uni inkor qilmaymiz. Va laysa yaqdiru ahadun an ya'budalloha taala haqqa ibadatihi kama huwa ahlullah. Hech kim Alloh taologa haqiqiy ravishda ibodat qilolmaydi. Alloh taolaning ibodatining haqqini joy-joyida ado qilib ibodat qilolmaydi. Ya'ni shundoq Alloh taolo haqiqiy Alloh taologa loyiq, sazovor bo'lgandek Alloh taologa layoqatli holatda ibodat qilolmaydi. Lekin bizni Alloh taoloning ma'rifatini tunishimiz, Xudo bizni o'zi Qur'onni sifatlab berganday, burg'undek tunuymiz. Ammo ibodat qilish jihati deganda Alloh taoloning bizga bergan ne'matiga tushliq ibodat qilib bo'lmaymiz. Unda ibodat qilolmaymiz. Ammo velakinnehu ya'buduhu bi amrihi kema amarahu bi kitabihi ve sünnet rasul. Ammo inson Alloh taolaning amri bilan ibodat qiladi. Alloh taolo uning kitobida va o'zining rasulining sunnatida buyrug'inidek Alloh taolo buyrug'ini qilish kerak. Ammo Alloh taolaning buyrug'ini qilgan taqdirdami Alloh taologa haqiqiy ravishda ibodat qilolmagan bo'ladi. Lekin Alloh taolo buyrug'indek qilgandan keyin buniki keldiğindeki mas'uliyat tugaydi. Ve yestevil mu'minuna kulluhum fil ma'rife. Amdi mu'minlarning hammasi ma'rifatda, ya'ni fi vujubil ma'rifat degan bo'ldi. Ya'ni Alloh taolani tunishning vojibligida vel yaqin Alloh taologa jazmiyat qilishda va tavakkul Alloh taolo tavakkul qilishda, Alloh taolani yaxshi ko'rishda, muhabbat bog'lashda, Alloh taoloning taqsimotlariga rozi bo'lishda, hukmlariga rozi bo'lishda, Alloh taolani qo'rqishda, Alloh taoloning azobidan qo'rqishda va Alloh taoloning rahmatidan umid tutishda hammasi barobardir. Bu ishlar hammasi hamma mu'minga o'xshash vojib. O'xshash vojib. Vel imanu fi zalik. Ve şununla iman etiştimi o'xsh barobar. Ya'ni shularning hammasiniki har bir musulmonning geldiğinde Alloh taolani tunishning lozimligi, jazmiyat qilishning, Alloh taolaning birlik borligiga jazmiyat qilish, Alloh taolaga tavakkul qilish, Alloh taolaga muhabbat bog'lash, Alloh taolaga hukmiga rozi bo'lish, Alloh taolaniki azobini qo'rqish, Alloh taolaniki rahmatidan umidvor bo'lishniki hamma musulmon o'xshash farz, vojib ekanligiga iman etishdan barobar degan gap. Hammasiga o'xshash iman etish kerak. Ayni deb iman etish kerak. Ammo va tafavatuna fi ma dunal iman fi zalika kull. Ammo ular shu yuqorqi ishlarning shu ishlarga iman etishdan boshqa, ya'ni shularning hammasining vojib ekanligiga iman etishdan boshqa qolgan hamma ishida igizpas bo'ladi. Ya'ni ba'ziniki degani, ya'ni vujubul ma'rifa, ya'ni ma'rifat vojib degan gapda emas, ma'rifatning o'zida, fil ma'rifat nafsiha, ya'ni bir odam Alloh taolani tunishda igizpas bo'ladi. Jazmiyatda igizpas bo'ladi. Tavakkalda igizpas bo'ladi. Muhabbatda igizpas bo'ladi. Rizo, xavf, raja hammada igizpas bo'ladi. O'zida. Ammo uni etishning vojibligini bilishda va shuni vojiblikka ishonishda
hammasi o'xshash. Vallohu taala mutafaddilun ala ibadihi. Alloh taolo o'z bandalariga marhamat qiluvchidir, odildir. Qad yu'ti minas savabi ad'afa ma yastawjibuhu al-abd. G'oya chog'da ba'zida savobdan banda vojib qiladigan, banda bo'lgan narsaning nechasi ziyodasini beradi. Nechasi ziyodasini beradi. Tafaddulan minhu, ya'ni Alloh taolo o'zi marhamat qilib, Alloh taolodan bo'lgan katta ihson bo'lgan holatida. Vaqad yuaqibu ala zambi adla minhu. Ba'zida Alloh taolo gunohga Alloh taolo Alloh taolo odillik qilib, Alloh taolo tarafidan bo'lgan odillikning jihatidan, adolatning jihatidan jazolaydi. Vaqad ya'fu fadlan minhu. Ba'zida o'zidan bo'lgan fazl marhamatning jihatidan afu qilib, gunoh ya'ni jazolash tegish bo'lgan kishilarni afu qilib o'tib o'tadi. Xo'sh, mana bu bugungi darsimizning asosiy mazmuni shu. Ya'ni nas Imom Azam Abu Hanifa rahimahullohning yozgan tekst. Endi biz buniki sharhisiga qarab o'taylik. Hamda Imom Mag'nisaviy rahimahulloh deydiki, Imom Azamning val imanu degan qavlidagi iymon degan fil lug'ati, lug'at ma'nosi at-tasdiq degan bo'ladi. Lug'atda, arab tilida iymon degan ma'nosi ya'ni amana yu'minu imanan masdar, ya'ni tasdiq degan bo'ladi. Va huwa qabulu khabaril mukhbiri bil qalbi. Tasdiq degan gap desa, ya'ni muxbirning, xabar qiluvchining xabarini qalb bilan qabul qilish, chin ko'ngildan qabul qilish degan gap bo'ldi. Va ma'nahu bu iymon deganniki turkcha ma'nosi, turk tilidagi ma'nosi inanmak degan bo'ldi. Inanmak, ya'ni ishonmak. Bizniki Uyg'urchada ishonmak. Turkchada hozir inanmak deydi. Bizda qadimgi tilimizda inanmak deb bor. Qadimgi tilimizda biz Chag'atay tili deymiz. Chag'atay tilida inanmak degan nima degan bo'ladi? Ya ishonmak degan bo'ldi. Sizda nima deydi? Sizlarda inanmak deydi, ishonmak deydimi? Sizlarning tilda? Bizda demak inanmak degan ya'ni ishonmak, inanmak degan bo'ldi o'xshash. Endi va fi shariatdagi ma'nosi shariat islohidagi va fi shar'i huwa al-iqraru bil lisan va at-tasdiqu bil janan. Iymonning shariatdagi ma'nosi til bilan iqror qilish, dil bilan tasdiq qilish degan bo'ldi. Ya'ni bi annalloh taala nima deb iqror qiladi, nima deb tasdiq qiladi desa, ya'ni Alloh taolo birdir, uning hech bir shirki yo'qdir, o'zining zoti va fi'li sifatlari bilan sifatlanguchidir. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning barhaq payg'ambaridir. Ya'ni Alloh taolo o'zining kitobi va shariati bilan avatgan payg'ambaridir deb nima qilish, iqror qilish va shunga qilgan iqroriga chin ko'ngildan ishonish. Ondan keyin fal iqroru wahdahu la yakunu imanan. Ondan keyin yolg'iz iqror iymon bo'lmaydi. Yolg'iz iqror iymon bo'lmaydi. Nimishqa li annahu law kana imanan. Chunki yolg'iz iqror agar iymon bo'lgan bo'lsa-di, la kana al munafiquna kulluhum mu'minin. Munofiqlarning hammasi mu'min bo'lgan bo'ladi. Va kazalika al ma'rifatu wahdaha. Shuningdek yolg'iz ma'rifat ham la takunu imanan. Iymon bo'lmaydi. Nimishqa li annaha. Chunki ma'rifat law kanat agar ma'rifat iymon bo'lsa-di, lakana ahlul kitabi kulluhum mu'minin. Ya'ni ahli kitobning hammasi mu'min bo'ladi. Chunki Alloh taolo munofiqlar haqida nima dedi? Ya'ni agar yolg'iz iqror, tilda iqror qilish iymon bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo munofiqlar haqida bunday demagan bo'ladi. Vallohu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Idza ja'aka al munafiquna yashhadu ya annaka rasulullah vallohu ya'lamu annaka la rasulu vallohu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Ya'ni munofiqlar sizga qachon bunday deb kelsa, ya'ni biz sizning Allohning rasuli ekanligingizni guvohlik qilamiz deb kelsa, shuni bilib qo'yingki, ular Alloh taolo sizning Allohning rasuli ekanligingizni biladi, lekin munofiqlarni Alloh taolo yolg'onchi deb guvohlik berdi. Munofiqlarniki yolg'onchi ekanligini Alloh taolo guvohlik berdi deb shunday deb o'tadi. Demak, bularniki tilidagi iqrori nimaga iymon hisoblanmaydi. Bunda bo'lgandan keyin yolg'iz iqror nimaga yetmaydi? Iymonga yetmaydi. Birinchi va qola taala Alloh taolo ahli kitob haqida bunday dedi. Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Biz ularga kitobni berganlar, u Muhammad alayhisolamni xuddi o'zining o'g'illarini tunigandek tuniydi dedi. Demak, Alloh taolaning borligini, payg'ambarligini tunishning o'zimi qalbida, tunish, bilishning o'zimi nima iymonga yetmaydi. Cho'qim u shu tunishini tasdiqlash kerak, tasdiqlash va tilida iqror qilish kerak. Faman arada kimki, bunday bo'lgandan keyin kimki
Muhammed sallallohu alayhi vasallam ümmetining bo'lishini iroda qilsa, faqala bilisani o'zining tili bilan la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh desa avvalan va saddaqa qalbuhu ma'nahu, uning qalbi mush la ilaha illalloh Muhammadur rasulullohning ma'nosiga ishonsa, fa huwa mu'min. Ana shu mu'mindir. Ve illem ya'riful faraid, agarchi u farzlarni va muharramatlarni bilmasa, bilmagan taqdirda bu mu'min bo'laveradi. Summa andin keyin navbat ikkinchi bosqichga keladi. Iza qila lahu, uningga qachon uningda deyilsa, inna salavatil khamsa fi kulli yawmin va laylatin fardun alayk. Ya'ni bir kecha kunduzda sizning gardingizga 5 vaqt namoz farz deb shunda deyilsa, fa in saddaqa fardiyya, agar şu 5 vaqt namozning buning gardinga farz ekanligiga ishonsa va qabilaha, uni farzligini qabul qilsa, huwa sabitun ala imani, bu o'zining iymoni ustida mustahkam turgan bo'ladi. Va in ankaraha, agar uni inkor qilsa va lam yaqbalha, 5 vaqt namozning farzligini qabul qilmasa, fa huwa kafirun billah, bu Allohga kafir bo'lgan bo'ladi. İman aytib bo'lgandan keyin kafir bo'lgan bo'ladi. Va kazalika sairul faraid, shuningdek qolgan farzlar va muharramat sabita bi dalil, ya'ni dalil qat'iy bilan sabit bo'lgan muharramatlar kitobdan, sunnatdan, ijmo ummatdan va qiyosli fuqaholarning qiyosidan iborat bo'lgan dalillar bilan sabit bo'lgan farzlar va haromlarga endi qabul qilsa mu'min bo'ladi. Yani iman ustida sabit turgan bo'ladi. Agar inkor qilsa, shu farzlardan birini inkor qilsa, nima bo'lgan bo'ladi? Ya'ni kafir bo'lgan bo'ladi. Mu'min bo'lib bo'lgandan keyin kafir bo'lgan bo'ladi. Xo'sh, endi va imanu ahli samai val ardi la yazidu va la yanqus. Osmon zamin ahlining iymoni ziyoda bo'lmaydi, kam bo'lmaydi. Min jihatil mu'min bihi degan iymon aytilishi tegishli bo'lgan narsalar tarafdan. Va yazidu va yanqusu min jihatil yaqin va tasdiq, ammo jazmiyat va tasdiq jihatdan ziyoda bo'ladi, kam bo'ladi deydi. Ya'ni demakchi o'g'ini iymon malaikalarning iymoni va inson jinning iymoni la yazidu va la yanqus. Dunyo va oxiratda mu'min bih jihatdan ziyoda kam bo'lmaydi. Nima ish qilsa? Li anna man qal, chunki kimki amantu billah desa, amantu billahi va bima ja'a min indillah, Alloh iymon etdim, Alloh taolo dargohidan kelgan jimi narsalarga iymon etdim, va amantu bi rasulillah va bima ja'a min indi rasulillah, man rasulullohga iymon etdim, rasulullohning qilishdan kelgan narsaga iymon etdim desa, faqat amana bi jami'i ma yajibul iman bihi fa huwa mu'min. U iymon etish vojib bo'lgan narsaning hammasiga iymon etgan bo'ladi. Ana u mu'mindir. Va man amana, kimki amana bi ba'di ma yajibul imani bi, iymon etish vojib bo'lgan narsaning ba'ziga iymon etsa, bi an amana billah, masalan Alloh taologa iymon etsa, farishtalarga iymon etsa, kitoblarga, payg'ambarlarga iymon etsa, va lam yu'min bil yawmil oxir, oxirat kuniga iymon etmasa, va kafir, bu kafir bo'ladi. Va man amana billah, kimki Allohga iymon etsa, Allohning rasuliga iymon etsa, va lam yu'min bi g'ayrihima, uning Allohning rasulining g'ayriga iymon etmasa, fa huwa kafirun aydan, u ham kafir bo'ladi. Fala farqa bayna man yu'minu bi ba'dil mu'min bihi va bayna man yakfuru bi kulli mu'min bihi fi kawnihima kafirayni haqqan. Ama unda bo'lgandan keyin, ya'ni mu'min bihniki ba'zisiga iymon etgan odam bilan mu'min bihning hammasi kafir bo'lgan odamning orasida bu ikkisining har ikkisining kafir bo'lishi, haqiqiy kafir bo'lish jihatida farq yo'q. Bir odam 6 iymon, arkanul iymonning masalan ikkisiga iymon etgan odam bilan hammasiga inkor qilgan odam o'xshash nima jihatda, kafir bo'lish jihatda. Deydi. Mana buni ma'nosi uch qidavat demishadi. Endi val mu'minuna mustawuna fil iman. Mu'minlar iymonda barobardir. Ya'ni bihasabil mu'min bihi kamamal. Ya'ni ma gapni takror sifat etildi. Ya'ni iymonda barobar degani mu'min bihi jihatdan, ya'ni shu iymon etishga tegishli bo'lgan narsalarga iymon etishniki zarurligi o'xshash, farzlik jihatdan o'xshash, hammasi barobar. Hamma mu'min o'xshash shu narsaga o'xshash iymon etadigan gap. Birisi ziyoda, birisi kam etsa bo'lmaydi. Hamma o'xshash. Ve tevhid cihatta mu'minler beraber, yani nefi şirk. Allah Teala'nın ilahlığı da, Allah Teala'nın Rabligi de, Allah Teala'nın halıklığı da, ezeliligi de, kadimiligi de, Allah Teala'nın kayyum, yüzüge tayinip turduğalığı da ve samediye ve Allah Teala'nın hem halıktan bihacet ikenligi de, Allah Teala'nın şirkten, şunda sıfatları da şirkten nefi kılış, Allah Teala'nın şirki yok deyiş cihatta hamma mu'min o'xshash. Chunki har bir odam shu jihatlarni Alloh taolaning shirkini nafiy qilish kerak, shirkni inkor qilish kerak, Alloh taolaning shirki yo'q deyish kerak. Har bir mu'min musulmon, qanday musulmon bo'lishini qat'iy nazar, farishta bo'lamdi, odam bo'lamdi, jin bo'lamdi, nima bo'lsin, o'xshash. Agar shu shirkdan birini inkor qilmaydi ekan, buning iymoni yana iymon emas.
Femen nefes şirke fi ba'diha. Mesela kimki şirkni muş isbatlarının bazıdaki şirkni nefi kılsa. Duna bazı demez. Bazını nefi kılıp bazını nefi kılmasa, inkar kılmasa fehu müşrik ve müşrik burada bu muvahhid emez. فلا يزيد التوحيد ولا ينقص من هذا الوجه. Em tevhid ma vecihtin, ma taraftin ziyade bulmaydı, kam bulmaydı yani. Ma cihettin. Ama min vecih taklit, ama taklit cihettin vel istidlal cihettin feyezid ve yenkus. Yani bir adam mukallit var. Yani dadısı Müslüman, anısı Müslüman. Dadısı şirk etmeydi, anısı şirk etmeydi. Aynı da Müslüman bu adamın imanı. İmanı bilen. Ve anda adamdaki tevhidi bilen. İstidlal kılıp yani akide bilimlerini okup, bilimlerini okup, Kur'an hadisinin tercümelerini okup, delil ispatla bilen tevhidini öğrengen, delil ispatla imanı öğrengenlerini ki imanı okşamaydı ikisindeki cezmiyet kuş kuvveti okşamaydı tabii ki ikisindeki. Ve leyse tevhidul mustedilli bil adilletil akliye emdi. Akli deliller bilen, akli keskin deliller bilen, delil tutkan adamın tevhidi كتوحيد العارف الواصل إلى المكاشفات والمشاهدات والمعارف الإلهية والعلوم الدينية. Yani كالعارف Allah Teala'nı tunugan arif vasıl yani ile mükashifat yani keşfi karametlerge Allah Teala'nın ki alemin melekutlarını en küzbilen köy müşahede kılgan ve maarifil ilahiye ilahi marifetlerge yetken ve dini bilimlerge yetken yani maşayih evliya arifler yani bütünde insan alim bulup ilim okup yani İmam-ı Gazali'dek, Hasan-ı Basri'dek, Uveys-i Karni'dek, Abdülkadir Cilani'dek, şunda Hacı Bahadır Nakşibendi'dek şunda bir karametlerge yani şeriatı kamalat gitip boğandikin tarikatı kamalat gitip bizniki hem biz nezeri boğan kitapta muşunda buldu %100 de işence kılan kitaptaki bilimlerimizni bazen peleştilerini özküzden küreç Allah Teala'nın ki karamet ata kılış bilen alem gayb alemlerini öz gözü bilen müşahede kılıp nek meydanda küreş bilen mundaq kamalet ketken Allah Teala'nın bu dost evliya bendileri var. Bu bendilerindeki tevhidi yani nezeri kitaplarını okup alim boğan normal alimlerinin güçlük. Akli deliller bilen Allah Teala'nın birlik varlığını ispatlaganlarının ki demesinden öz küzülen kögellerinin ki aynel yakin dersi getirdi bunu. Bunlar aynel yakin. Kitap bilen ilim bilen ukala ilmel yakin dersi buludu. İkisinin farkı var da. Acayip muhim getirmek yani demek tasavvuf ehlinin imanı ehli tasavvufның yani müşahadet öz közü bilen Allah Teala'nın gemedi karametlerini Allah Teala inam kılıp kalıgan bendelerine inam kılıdı. Zalike fadlullah yuti men yaşa. Şunu öz közü bilen kögellerinin imanı öz közü bilen kögellerinin gidin yukarı buludu. Tabi bunda cihatte ikispas buluşur inek. Ama lakin mu'min bir cihatin eşkası ikispas bulmaydı. Ve kezalike la yestevi imanun min hadal vecih. Şunundaki ulanın imanı mı muş vecihtin beraber bulmaydı. Hudu ulanın ki tevhidi beraber bulmagandak imanı mı beraber bulmaydı o macihatin. Mutafadilune ey mutafavitune fil amal. Lakin bu da amellerde ikispas. Amellerde farklılık. Yani fit taati zahiret ve batini zahiri ve batini taatlerde farklılık. Ve hada yedullu Manumuşu yedullu ala enel amel salih. Yani salih amel leyse cüz'en minel iman. Yani imanın eslinin bir cüz emeskiga dalalet kılıdı. Demiş ki liyenel amele yezidu ve yankus. Çünkü amel degen ziyade buludu ve kam buludu. Amel avuydu, küpüydü ve kemiydu. Liyenne ba'dan nas çünkü bazı adamlar yuhafizu ala salavatil hams kullaha. Beş vakit namazının hemmiski ehemmiyet verip tuluk sak okuydu muhafazet kılıp. Ve ulanın bazısı yusalli ba'daha beş vakit namazının bazısını okuydu. Ve salavatu men salla ba'daha salavatun sahihatun la batil. Hem de beş vakit namazdaki bir kısmını yani üç vakit gibi iki vakit okuyanların namazı mı sahih batıl demez. Yani demek bir adam bir günde iki vakit namaz okuyan olsa mesela peşin bilen namazçan okuyan olsa değil mi? Bomdatlı namazçan okuyan olsa bunu iki namaz siz kalan namazı okumadınız mı namazınız batıl kabul etmeyiniz. Okuyan namazı kabul. Okumayan namazındaki cezası tartıdır. Ve savmu men sâme Ramazane kullahu emdi Ramazan'ın hem üstü kademinin ruhusi toğul ruzudur. Ve savmu men sâme Ramazane ila nisfihi. Ramazan'ın
20gacha Rus'taki adamın Rus'u bu mu to'g'ri ro'za? Ham botil emas. Qolgan jazosini 20 ning jazosini tortadi. Ve qis ala hada sair al-a'mal min al-faraid ve nawafil. Yani qolgan farz nafl amallarni, qolgan amallarni mushu qoidaga qiyos qilgan. Vel imanu leyse kezalik. Lekin iman bununga o'xshamaydi. Qaranglar farqlashadi. Iman bilan amallarni farqlashadi. Iman bununga o'xshamaydi. Chunki li'anna imanu man amana bi ba'dil mu'min bi. Mu'min bihining ba'zi iman etgan kishining iymoni leyse bi imanin sahih, bu sahih to'g'ri iman bo'lmaydi. Bal huwa batilun kasawmi man sama ba'da yawmin wahidin thumma aftar. Xuddi bir kunniki bir qismida ro'za tutib, andan keyin ro'zasini sunduvatgan odamning ro'zasi botil bo'lgandek botildir. Xo'sh. Vel islamu huve teslimu vel inqiyadu li avamirillahi ta'ala. İslam degan nima desa, islom degan Alloh taolaning amr farmonlariga taslim bo'lish va bo'ysunish dedik. Sahih, sahhat kelganki at-taslimu bazlur rido bil hukm. Taslim degan nima degan? Hukmga rozilikni berish. Vel inqiyad. Inqiyad degan nima desa, inqiyad degan al-xudu degan gap. Ya'ni xudu degan bosh egish. Vel xushu degan gap Alloh taolaning qo'rqish va tata'mun degan gapmi? Igilish, ya'ni igilish. Va tavodu degan gap o'zini tuvan tutish. İnqiyat degan ma'nosi. Fa ma'nal islom, andag'anlik islomning ma'nosi huwa rido bi ahkamillohi taala. Alloh taolaniki farz va muharramatlardan iborat hukmlarga rozi bo'lish, ya'ni huwa rido bi hukmillohi taala bi kawni ba'dil ashya'i fardan va bi kawni ba'dil ashya'i halalan va bi kawni ba'dil ashya'i haraman bila itirad va la istiqbah. Ya'ni islom degan gap, ya'ni Alloh taolaniki hukmlarga rozi bo'lish. Ya'ni ba'zi narsalarning farz bo'lishiga, ba'zi narsalarning halol bo'lishiga, ba'zi narsalarning harom bo'lishiga e'tiroz bildirmasdan va uni qabih sanamasdan rozi bo'lish degan bo'ladi islom deganning ma'nosi. Famin tariqil lug'ati farqun baynal islam iymon va islom. Endi lug'at jihatdan iymon islomning orasida farq bordir. Li'anna al-iymana fil lug'ati ibaratun an tasdiq. Chunki iymon degan lug'atda ibaratun an tasdiq, tasdiqdan ibarat. Qala Alloh taolo, Alloh taolo bunday dedi. Va ma anta bi mu'minin lana, ya'ni Yusuf alayhisolamniki surasida Yaqub alayhisolamning bolalari Yusuf alayhisolamni bo'lyap ketdi deb kelib otasiga, sen bizga ishonmaysan. Biz bo'lyap ketdi, lekin sen biz deb kelsak sen bizga ishonmaysan. Anta bi mu'minin lana degan, ya'ni ay bi musaddiqin lana. Sen bizga buni ishonmaysan deb shunday degan edi. Vel islamu ibaratun an taslim. Islom degan taslimdan iboratdir. And velit tasdiqi mahallun xos. Iymon degan tasdiqdan iborat. Ham tasdiqning xos o'rni bor. Va huval qalbu. Tasdiqning o'rni qalbdir. Vel lisanu turjumanuhu. Til bo'lsa qalbning tarjimonidir. Va amma taslim, biroq amma taslimchi desak, taslim fa innahu ammun fil qalbi. Taslim degan qalbda va tilda va a'zolarda amdir. Demek beynehuma el-umum vel husus mutlak var degan. Kullu tasdiqin taslimun ve leyse kullu taslimin tasdiqa degan bo'ldi. Ve amma taslim xo'sh. Ve yedullu ala kavnil islam am. İslamning lug'at jihatda amroq ekanligiga kavnul munafiqina minal muslimin. Bihasabil lug'a. Munofiqlarning til lug'at e'tibori bilan musulmonlardan ekanligi islomning om ekanligiga dalolat qiladi. Va ma kanu muslimina bihasabi shar. Ular munofiqlar shariat e'tibori bilan musulmon emas, ammo lug'at e'tibori bilan musulmon. Va ma kanu mu'minina bihasabil lug'ati va amma ular munofiqlar na lug'at jihatdan na shariat jihatdan mu'min emas. Qur'oni Karimda buni na lug'at jihatdan munofiq mu'min degan ism berilmadi, na shariy jihatdan mu'min degan ism berilmadi, lekin lug'at jihatdan ularga muslim degan ism berildi. Demak, muslim degan so'z amroq, biroz amroq degan bo'ldi. Alloh taolo bunday deydi: "Qalatil a'rabu amanna." Arabiylar biz iymon etdik dedi. "Qul lam tu'minu." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam denki, sizlar iymon etmadinglar. Valakin qulu aslamna. Biroq siz biz taslim bo'ldik denglar. Li vujudil i'tirof bil lisan. Ya'ni bu yerda tilda e'tirof qilish mavjud bo'lganligi uchun. Shunday ma'ni biz qul aslamdan taslim bo'ldik denglar, bo'ysundik denglar deb ma'ni etamiz yana. Mana lug'at ma'nosi bo'lganligi uchun. Agar shar'iy ma'nosi bo'lmasa musulmon bo'ldik denglar dedik. Musulmon bo'lmaydi, musulmon emas, ammo taslim bo'lganlar, bo'ysunganlar, zohirsi bo'ysunganlar. Va huwa islamun li vujudil i'tirof bil lisan. Tilda e'tirof qilish mavjud bo'lganligi uchun.
ve huve İslam'ın fil lugha. Tilde itiraf kılış lügatte İslam değildir. Ve leyse bi imanin fil lugha. Lügatte iman değilmeydi. Nime li ademi tasdik bil kalb. Kalp bilen tasdiklaş bulmagalık için. Velakin la yekunu ey la yucedu bırak la yucedu şeriat hükmüde İslamsız iman bulmaydı. Li'ennel iman çünkü iman degen huvel ikrar ve tasdik. İman degen ikrar kılış ve Allah Teala'nın ilahlıkını kema huve bi sıfatı ve esmai Allah Teala'nın sıfatları ve isimleri bilen şüpheti Allah Teala'nın ilahlıkını ikrar kılış ve tasdik kılış degen budur iman degen. Hemen akarra kim ki ikrar kılsa ve saddaka degen ve tasdiklasa yucedu fihi teslim. Bunun da teslim tepilidir. Vel kabul femen akarra kim ki ikrar kılsa ve tasdiklasa bunun da teslim ve kubul li ferdiyeti evamirli Allah Teala'nın ki emirlerinin ferzlikini teslim buluş, boysunuş ve kubul kılış. Ve hakkiyeti ahkami ve şer'i Allah Teala'nın ahkamları ve şeriatlarının hakikatliğine teslim buluş ve boysunuş, onu kubul kılış tepilgan buludur. Ama anda hamagan bolsan da olmaydı. Ve illa falan. Ve la yucedu İslam'ın bile iman. İmansız İslam bulmaz. Diyennen İslam çünkü İslam degen huve teslim. Teslim vel inqiyad li evamirillah. Yani Allah Teala'nın emir fermanlarına teslim buluş ve boysunuştur. Ve zalike la yucedu illa ba'de tasdik vel ikrar. Yani şu fakatla tasdik ve ikrarın tepilidir. فلا يعقل عند وعندكن فلا يعقل بحسب الشرع ها ليس بحسب اللغة لغة itibarıyla imansız İslam tepilidir. Lakin şeriat istilahıyla şeriat itibarıyla tepilmeydi. فلا يعقل بحسب الشرع mu'minun leyse bi muslimin ev muslimun leyse bi mu'minin. Şeriat itibarıyla yani Müslüman emes mümin ya ki mümin emes Müslüman tepilmeydi. Müslüman emas mümin ya ki mümin emas Müslüman akılga sığmaydı, düşünülmeydi, şengulamaydı gapni. Ve hâzâ muradul kavmi bi taradufil ismeyni ve ittihadil mana. Mana muşu kavminin yani muşu bu kavminin diye gap yani mujtehid akidül umalarındaki muş iki isimli İslam bilen imandaki manidaş, mutaradif ikelliki ve ikisinin manisinin bir ikellikinin manisi muşu, muradı muşu doğru değil. Ve huma kez zahri me'al batn bu ikisi dümbü bilen korsak okşaydı. Yani korsak bilen dümbü okşaydı. Yani imanda İslam mutelaziman. Birbirine çarpışık kılıklık. Birisi birine lazım tutuldu. La yenfekku ehaduhuma anil ahar. Bu ikisinin biri yeni birinin acırmaydı, acep etmeydi. Kema la yenfekku zahru me'al batn. Xuddi korsak nima? Xuddi dümbe korsaktan acırmagandek. Korsak dümbeden acırmagandek bu birisi birine acırmaydı. Acıtış mümkün emas. Ve dinu ismun vaki'un alel iman. Hem din degen nima desa bu iman İslamga vaki bo'lgan tushgan bir ismdir. İman İslam ve barcha shariatlarga tushgan bir ismdir. Ya'ni anna lafzat din. Din degan lafz qad yutlaqu ba'zi chaqda ishlatiladi ve yuradu bihil iman. Uni bilan iman irada qilinadi ve ba'zida ishlatilib undan İslam irada qilinadi. Ba'zida ishlatilib undan Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam shariati irada qilinadi. Ba'zida ishlatilib undan Musa Aleyhisselam'ın şeriatı irade kılınadı. Bazı da işletilip onun İsa Aleyhisselam'ın şeriatı irade kılınadı. Ya ki ondan başka peygamberlerin şeriatı irade kılınadı. Yani din degen umumi bir hukum. Hem peygamberlerin şeriatlarına işletildiğin. Na'rifullah Teala hakka marifeti. Biz Allah Teala'nın tunuşunun hakkında tunuyumuz. Yani na'rifullah Teala hakkal marifetillezi kellefena biha. Allah Teala bizi teklif kılgan ma'rifatning haqqida Allah Teala'ni tunuymiz. Allah Teala bizni qanday tunun deb biz teklif qilgan bo'lsa, shundoq tunuymiz. Kama vasafallohu nafsahu. Yani Allah Teala o'zining zotini sifatlagandek fi kitabihi bi jami'i sifati. Yani o'zining kitobida o'zining jami sifatlari bilan tunuymiz. Yani na'rifulloh Teala yani biz Allah Teala'nınki ma'rifatining haqqida Allah Teala'nın jami sifatlari bilan tunuymiz. U anda sifatlarki vasafa nafsahu biha fi kitabil azim. Yani o'zini muş sıfatlar bilen üzerindeki büyük kitabı da, üzerindeki kadimi kalamı da sıfatlagendek. Ve bi cemi'i esma'il husna alleti fi kitabı ve sünnet. Yani Allah Teala'nın kitabı ve sünnet Resul'da kelgen Allah Teala'nın güzel isimlerinin hem müslen tanıyımız. Yani nakdiru demek çok ne? Yani nakdiru ala ma'rifetihi Teala bi sıfatihi ve esma'ihi ala tefsil. Yani biz Allah Teala'nınki sıfatlarını, isimlerini tefsili tunuşka kadir bulumuz. Biz kitap sünnet kelgen sıfatlarını tefsili tunuş kadir bulumuz. Ve la nakdiru ala ma'rifetihi kun zati. Ama Allah Teala'nın zatının
künhi zatini, zatının mahiyetini tunuşqa qadir bulunmaymiz. Ve hada ma'na ma yuqalu ma arafnaki haqqa ma'rifatik. Yani zikirlerde kelgan subhaneke ma arafnaki haqqa ma'rifatik deb kelgan sözün ma'nosi ma'u. Yani senin biz künhi zatını tunanmaymiz, bilemeyiz ama isim zat sıfatlarını seniki kösetken kaidan boyunca tunuymiz yani bu. Ve leyse yakdiru ahadun en ya'budallaha teala ibadeti kema huve ehlullah. Hiç kim Allah Teala'ga hakiki ravişte ibadet kılamaydı. Xuddi Allah Teala şu ibadetki ehlidir. Ehli boğan Allah Teala'ga layık hakiki tikişlik cihette ibadet kılamaydı. Demiş ki li'ennel ibadete, çünkü ibadet diyen iclalur Rab Teala'nı uluglaş ve ta'zimuhu Rab Teala'nı kattılaş. Ve la nihayete celali Allah Teala'nın uluğlukının, Allah Teala'nın kattılığının, Allah Teala'nın çoğunluğunun, büyüklüğünün nihayet çeki yoktur. فَلَا يَقْدُرُ عَبْدٌ اَنْ يَأْتِيَ بِالْعِبَادَةِ. Andavandakinin hiçbir bende Allah Teala'nın ululuğuna, kattılığa, Allah Teala'nın çoğunluğuna, büyüklüğüne layık ibadetini keltiremeydi, kılamaydı. وَلَا يَقْدُرُ اَحَدٌ اَنْ يَعْبُدَ اللّٰهِ Teala ibadetten musaviyeten lisabi. Hiç kim Allah Teala'nın ki bu bendeki birdiğen savabı bilen tenglişalaydiğen ibadet kılamaydı. Demiş ki لِيَنَّ ثَوَابَهُ Teala, çünkü Allah Teala'nın sevabı ve ecruhu, Allah Teala'nın ecri, mükafatı bir gayri hesap, hesapsız ve bir gayri zavalsız tükümeydi. Ve amal bendilerinin amelleri bolsa bir hesap, hesaplık hemmesi. Ve ala zaval hemmesi tükeydi. Ve kezalike şunundek la yakdiru abdun en yeşkurallaha hakka şükri. Hiçbir bende Allah Teala'ya hakiki ravişte şükür edemeyidu. Diğenne şükrehu yuad. Çünkü bendinin şükresi sanılıdı ve yoksa hesap edilir. Ve ni'metullahi Teala la tuhsa. Allah Teala'nın nimeti olsa sanılmaydı. Allahu Teala, Allah Teala dedi ki ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha dedi. Velakinnehu ya'buduhu bi emri. Bırak o Allah Teala'ga, Allah Teala'nın emri fermanı ile ibadet kılıyordu. Kema emrehu bi kitabihi ve sünnet Resulü. Şundaki Allah Teala onu özünün kitabı ve Resulünün sünneti buyurğundek. Ve yestevil mu'minune kulluhum bil ma'rife. Müminlerin hemmesi marifette, cezmiyette, tevekkulda, muhabbette, rıdada, havf, recada beraber buludu. Aşının hemmesiyle iman etişe beraber buludu. Yani el marife, marife degen fil lugatta ilim manisilen. Marifetinin lugat manisi ilim. Fil istilah, istilahtaki manisi huvel ilmu bi esmaillahi teala ve sıfatihi ma'a sıdkı fi muamelatihi. Yani marifet degen Allah Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını fi muamelatihi degen üzünüki Allah Teala'dan boğan yani muamelelerde, yani muamelatlarda, üzünün muamelatlerde rastçıl buluş eden birge biliş degen boldu deydi. Vel yakin, yakin degen çödese fil luga. Yakin degen lugat manisi, yakinin lugat manisi huvel ilmu lezi la şekke ma'a. Yakin degen şek bolmagan ilim yakin dep atıldı. Biz beşte ayırdık o. İlmil yakin degen 100% bolgan ilim. İtikadul cazim. Onun kenedin onun tüven boğunu zan boludu zan. 50% şüphası şek. Onun tüven boğunu vehim boludu dedik o. Xuddi şunundek yani. Ve fil istilah, istilahta yakin degen nimasi yakini huve ru'yetul ayan bi kuvvetil iman la bil hücceti vel burhan. İstilahtaki yakin degen yani köz bilen küreş. İman kuvveti bilen köz bilen küreş. La bil hücceti vel burhan degen hüccet keskin deliller bilen emas. Ve kad zekerallahu Teala, Allah Teala yakin Kur'an-ı Azim'de yakinini zikir kıldı. Ala selaseti evcuh, 3 vecih bilen zikir kıldı. Böyle ilmul yakin, yani böyle aynel yakin, yani böyle hakkul yakin. İlmul yakin degen ma yahsulu ani zikri ve nazar. Yani zikirden, yani delillerden ve nazar karaş zikirlerge ve böyle sözleştin ve şu sözde kitaplar karaştın, deliller karaştın kelip çıkan hasıl bulduğun nasıl ilmul yakin buludu. Aynel yakin degen ma yahsulu aynel ayan degen gep közlü kögen hasıl buldu. Aynel yakin degen ne köz bilen kögendin kin hasıl bulduğun bölüm. Yani men anlagandan bir kögen ala degen bölüm. Bu hakkul yakin degen, hakkul yakin degen yani ilmul yakin bilen aynel yakinin cem buluşudur. Bu ikisi cem bolganda hakkul yakinlik makamı gidilgan gep. Vel evvelu li'avammil ulema. Birincisi aynel yakin kimge buludu dese yani ammevi ulemalarda aynel yakin buludu delil ispatlamayla okuganlık için. Ve thani ikincisi li havasil ulemai vel evliya. İkincisi has ulemalar ve evliyalar var. Allah Teala'nın evliya bendileri ve ulema bendileri öz közülen kögen keramet, keşif kerametleri bilen
buludgan has bendeler, Allah Teala'nın has bendeleri buludu. Üçüncüsü lil enbiya aleyhisselam. Üçüncüsü peygamberlerine. Ama hakkul yakin mertebesi yetkenler peygamberler. Hoş. Ve tevekkül. Tevekkül degen ve sikatu bima indallah. Allah Teala'nınki dergahideki nersige işiniş. Vel yas emma fi eydin nas. Allah Teala'nın huzurundaki nersige işiniş. Bendilerinin kuldaki nersidin ümidini üzüş tevekkül deb atılıdı. Mehabbet degen lügatte mevedde yani dostluk degen gep. Ve fil istilahta mehabbetul abdi lillahi teala yani bendinin Allah Teala'ya muhabbet bağlışı. Hiye o muhabbet degen haletun yeciduha fi kalbi. Bende özünün kalbinde his kılıdı onu. La tusafu bir sıfatla sıfatlı olmaydı. Ve la tecidu bi haddin evdah ev akrab ve la tecidu ve la tuhaddu bi haddin evdah ev akrab ilel fehmi min lafzil mehabbe. Yani bu mevedde degen insanın fehmige, düşüncesiga muhabbet degen lafzidin mu iniqroq, undan mı yaqinroq bir ta'rif bilan ta'riflanmaydi. Ve kâle ba'dul meşayih. Bazı meşayihler dedi ki muhabbetul abdillahi teala hiye ta'zim. Bendinin Allah Teala'ya muhabbet olsa Allah Teala'nın katlılışı, ulug'laşı ve isarur rıda razılıkını ihtiyar kılışı ve killeti sabır anillah yani Allah Teala'dan başka narsaga sabır qilmaslığı. Allah Teala'dan başka gap çıksa sabır kılanmay, Allah'ın gepidan başka gap bulab qalsa onun sabır kılanmaydigan bulab qilishi. Ve kesretul istinasi bi zikrihi daiman. Devamlı Allah Teala'nın zikri bilen ko'ngli unsi ulfat elib Allah Teala'nın gepi çıksa xuddi biliq suga kelganday rahat aldigan bulab qilishi. Ve rıda sururul kalb. Bu şu ne de batılıdı o? Allah Teala benden buna muhabbet degenler meşayihler. Allahümme ec'alni minel muhibbin ya Rabbel alemin. Ve rıda diyen demektir sururul kalb bi murril qada'il maqdi minel mesaib vel bela. Yani maqdi bağın hüküm kılıngan kaza ve kaderinin açıklığı, musibet, baladan ibaret açıklığı kalbinin hoşal buluşu degan gap. Allah Teala'nın kelgan kaza ve kaderge kalbindeki suyunişi. Bu şu nima? Rıda deb atıladi. Vel havf degan tavakku'u hululi makruhin ev favati mahbub. Yani bir yamanlık düşüşünü davamlılık nima ko'z tutib turish. Shuni ko'z tutib turish. Ev favati mahbub yoki mahbubning qo'ldan ketishidan ansirab turish degan gap havf degan. Yani demek havf degan gap yani Allah Teala'nın azabı tushib qolishidan qo'rqish ve Allah Teala'nın muhabbetidan Allah Teala'nın bu bendiga bo'lgan muhabbetidan quruq qilishdan qo'rqish degan gap. Ve raja degan fil lug'atda amal, arzu degan gap, arzu, umid degan gap. Ve fil istilahda taalluqul qalbi bi husuli mahbubin fil mustaqbal. Yani qalbning kelajakda mahbubning hosil bo'lishiga bog'lanishi. Qalbning kelgusida mahbubning hosil bo'lishiga bog'lanish degan gap. Yani ben hazır bu günahkar bende Allah Teala'nı yaxshi ko'rmaydi, lekin abdan Allah Teala'ga yaxshi ibodat qilib Allah Teala'ga eslasam inshaalloh Allah Teala meni yaxshi ko'radi deb umid bog'lash degan gap. Va'lam anna raja shuni bilginki raja la yatahaqqaq umid la yatahaqqaqu illa ma'al xavf. Faqat xavf bilan ro'yobga chiqadi. Kama anna al-xavfa la yatahaqqaqu illa ma'a raja xuddi qo'rqinch raja bilan ro'yobga chiqqandek. Fahuma mutalaziman bu ikisi davomli mutalazim bir-birini lazım tutturadi. Birbirinden acımaydı. Çünkü insan devamlı havf, raca'nı arz tutuş gerekiyor. Allah Teala'nın gazabetinden korkup, Allah Teala'nın muhabbetinden ayrılıp kalışından korkup, Allah Teala'nın rahmetinden ümit var buluş gerek. Liyenler raca, çünkü raca diyen, liyenler raca bila havf, havfsiz raca, emnun ve gurur, aman bulap kalış ve mağrurlup kalıştır, yüzünüz aldaştır. Vel havf bila raca, raca'sız havf, kunutun diyen ve yasun min rahmet Allah'ın rahmetinden daim et bulaş. Allah'ın rahmetinden ümidini üzüştür. Diyen bu. Ey el mu'minune yestavune kulluhum. Yani mu'minler hemmisi beraber buludu diyen mesela feten kan. Ulan yigit bolsun, kız bolsun, karı bolsun, mumay bolsun, buvay bolsun, mumay bolsun, kul bolsun, azat bolsun. Hemmisi fil ma'rifette beraber buludu. Yani fi vücubi ma'rifetillahi Teala. Allah Teala'nı tunuşun vaciplikida. Evvelen. Birinci kılıp Allah Teala'nın tunuşun vaciplikida beraber. Thumma ma'rifatul a'mal minel faraid vel vacibat vel halal vel haram. Andikin farz, vacip, halal, haramdan ibaret amellerini tunuş.
bilish cihetde bilişin vaciplikte okşaş hemmesi beraber. Vel iman fi zalike kulli aşının hemmesi iman etsin yani yestevil mu'minun yani mu'minler في الإيمان بأن المؤمنين يستوون في أصل المعرفة وأصل اليقين وأصل التوكل إلى آخره يعني معرفتның asli de yaqin cezmiyetning aslida tavakkulning aslida oxirigacha shularning hammasining aslida bab barobar ekanligiga iymon etish jihati barobar. Ve yetefavvetune fîmâ dunel iman fi zâlike kulli. Bular aşunun tüğünde fîmâ dunel iman fi zâlike kulli degan aşunun hammisida igiz yani imandan başka aşu yukarıki işlerge iman etişten başka işlerin hammisida igiz bas buludu, farklılık buludu. Yani ve yetefavvet mu'minler kullu mu'minlerin hammisi fil umurul mezkura. Mezkur işlerde bihasebi vücudi kullu vahidin minha. Yani her birinin mevcut buluş yak bulmaslık, ziyade buluş kam buluşu da igiz bas buludu. Ve la yetefavvetine fil imani bidalike kulli. Aşunun hammisiga iman etiş cihatta igiz bas bulmaydı. Bihasebi mu'men bih. Yani mu'men bih cihatten. Mu'men bih itibarıyla. La bihasebi tasdik vel yakin. Yani tasdik cezmiyet itibarıyla mesela şu beş kemiz beşe okşaş gap. Yani nima qilish insonning Alloh taolani tunishi vojib, Alloh taologa muhabbat bag'lashi vojib, Alloh taoloning qazosiga rozi bo'lishi, Alloh taoloning rahmatini umid tutib turishi, Alloh taoloning g'azabidan davomli qo'rqib turishi vojib. Bu shuniki vojibligigami iymon etishi vojib. Ammo bandlarniki ba'zining qalbida xavf eshib ketadi, ba'ziligida xavf Alloh taoloning g'azabidan qo'rqish tuvallab ketadi, ba'zida rahmat nima eshib ketadi, rajo eshib ketadi, ba'ziligida rajo tushib ketadi. Shunga har xil firqalar maydonga kelgan masalan. Shundoq. Amaliyotda bulashtiruvchi deganda o'xshamaydi. Yana Alloh taoloning taqsimoti bilan. Vallohu mutafaddilun ala ibadihi. Alloh taolo o'zining bandalariga ihson qiluvchidir. Marhamat qiluvchidir. Odildir. Qad yuti min as-savab ad'afa ma yastawjibuhu al-abd. Ba'zida savobdan banda tegishli bo'lgan savobdan natijasiz ziyodasini beradi. Ya'ni ay ma yastahiqul abdu istihqaqan bihasabi va'dillahi taala va hukmi. Ya'ni banda Alloh taolaning va'dasi va hukmi itibar bilan layoqatli bo'lgan, tegishli bo'lgan savobdan natijasi ziyod savob oladi. Chunki Alloh taolaga vojib yo'q. Alloh taolaning gadiga bir narsa vojib bo'lmaydi. Laysa alallohi vojib. Lekin Alloh taolo va'da qildi. Innalloha la yuxliful mi'ad. Alloh taolo nima va'da qildi? Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Kim bir yaxshilik bilan kelsa, uningga 10 o'qishi bo'ladi deb va'da qildi. Men mushu jihatdan bir banda bir yaxshilik qilsa, balki 10, 700 gacha olib ketadi. Balki 700 dan ziyod olib ketadi. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dediki, kullu amali ibn adam yudaaf al hasanatu bi ashrati amsalha. İbn Adam'ın əməlinin hər biri yudaaf yəni əsilib köpəytilidi. El hasanatu hər yaxşılıq bi aşati emsali yəni o yaxşılığın 10 oxuşu ilə buludu ilə 700 dərəcəgəcə 700 əsgəcə. Və qawluhu tafaddulan minhu yəni yəni Allah Taala'nın mərhəmət bolğan halətdə. Yəni linafil istihqaqı zati yəni istihqaq zatini nəfi qılışgan bu. Çünki li'annal va'da bis savab çünki savab bilan va'da qilish və hukmu bihi və savab bilan hukm qilish laysa bi vacibin ala Allah Taala. Allah Taala'nın geldiğinde vacip emas o. Bel huve tefaddulun ve ihtiyar min Allah. Bu Allah Taala'nın merhamet. Allah Taala'nın fazl merhameti ve Allah Taala'nın ihtiyarı. Anladın bu Allah Taala'nın mecburiyeti burç emas. Ve kad yuaqibu ala zenbi adlen minhu. Bazı Allah Taala günahka cezalaydı adlen minhu diyen gep Allah Taala'nın boğan adlinin ciddedin. Ey adlen min Allah Taala. Yani Allah Taala tarafından boğan adl adaletle ciddedin. Cezalaydı günahı. Demiş ki li'ennehu tasarrufun fi halis mulkihi. Fi halis milkihi. Yani çünkü o Allah Teala üzerindeki halis iqtidarçılığı ya ki halis üzerinin mülküde bağın tasarrufudur bu. Ve zulm diyen ne derse zulm diyen ve tasarruf fi mulkil gayri bila iznihi. Zulm diyen üzerinin gayrindeki mülküge o gayrinin iznisiz tasarrufat yapasa şunun bir işini kısa yani hocayınızın ilgisiz, iznisiz, ruhsatisiz tasarruf kılıp onu işletip bir kısa bu zulüm buludu ama üzününki nersini bir kim kanda işletse, kanda tasarruf kılsa bu zulüm bulmaydı o. Ve kad ya'fu fadlen minhu. Bazı da Allah Teala'nın buğan fazlının cidden afu kılıdı. Ey ve kad ya'fu ani zenbi sagiran kana zalike zenbu ev kebiran makrunan bit tevbeti ev gayra makrunin biha. Yani bazı Allah Teala bu günah çok küçük olsun ya ki çok olsun. O günah
tövbe bilen juplangan, tövbe bilen birleşken bolsun yoki tövbe bilen birleşmegen bolsun, tövbe kılıngan günah bolsun, yoki tövbe kılınmagan günah bolsun, Alloh taolo ba'zida afv qilib o'tadi. Val afvu aniz zambi limen yasha'u fadlun ve ihsan. Yani Alloh taolaniki xohlagan kishiga gunohini afv qilib o'tib o'tishi Alloh taolaning fazlidir, ihsonidir. Bu la haqqun lil abd, bandaning haqqi emas u. Val afu degan nima? Afu degan isqatul azab amman yahsunu iqabuhu. Yani uni azoplash yaxshi bo'lgan, azoplash yaxshi deb qaralgan odamdan azobni soqit qilib tushirib o'tish. Azobga tegish qilib qolgan odamni azobni ko'tarib o'tish afu qilish deb ataladi. Qala Alloh taolo, Alloh taolo dediki: "Va huvallazi yaqbalu tawbata an ibadihi va ya'fu anis sayyiat." Valloh shunday bir zotdirki, bandasidan tavbani qabul qiladigan va yomonliklarini afu qilib o'tib o'tadigan zotdir deydi. Mana bugungi darsimiz intayin muhim bo'lgan bir darslik bo'ldi. Bu darsni qayta takror qilish orqali hamma tafsili tushunsin. Intayin inchki masalalar. Bu musannif va sharh bu darsni bak yaxshi tushundigan. Bak yaxshi tushundigan. Boshqa kitoblarda bunda tafsili tushunolmaysizlar. Har cho'ng kitoblarni o'qima, bugungidek bunda tafsili tushuntirib berolmaydigan ish bor. Shuning uchun qayta o'qisanglar tafsili tushunarsizlar. Alloh taolo bizni o'zidan haqiqiy iymon etgan, solih, taqvodor bandalarni qilsin. O'zidan qo'rqadigan, o'ziga tavakkal qiladigan, rahmatidan umid tutadigan, g'azabidan qo'rqadigan, Alloh taolaning ahkomlariga rozi bo'ladigan, haqiqiy shu aynal yaqin bilan karomat, kashfi karomatlar bilan Alloh taolaniki birlik borligi, tavhid ilmiga yetgan bundaq tavhid ahlini qilib bersin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu taala va sallam ala xayri xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahim.